Qon bosimini tushiruvchi dorilarni qachon boshlash kerak? Qaysi dorilar bilan boshlash muhim va kunni qaysi vaqtida qon bosimini tushiruvchi dorilarni qabul qilish afzal deb hisoblanadi. Shuningdek, videoning oxirida uzoq muddat davomida 3 va undan ortiq qon bosimini tushiruvchi dorilarni qabul qilishiga qaramasdan qon bosimi ko'rsatkichlari yuqori holatda qolayotgan bemorlar bilan qanday ishlash kerak, qanday davolash kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak, shular haqida gaplashamiz. Qon bosimini tushiruvchi dorilarni boshlash uchun ikkita asosiy holatni hisobga olish kerak. Birinchisi bu qon bosimini ko'rsatkichlari, ya'ni sonlarda ifodalangan ko'rsatkich qon bosimi eng yuqori nechagacha oshyapti. Ikkinchisi yurak qon tomir xavfi. Xavf bo'yicha past, o'rta, yuqori va juda yuqori xavf guruhlariga ajratiladi. Yurak qon tomir xavfi haqida ma'lumotlarni biz batafsil Telegram kanalimiz orqali ham ma'lumotlar berganmiz. Endi shu ikki holatni hisobga olib, qon bosimini tushiruvchi dorilarni boshlash kerak bo'ladi. Birinchi holatda agar bemorda qon bosimi 160 dan yuqoriga ko'tarilayotgan bo'lsa, ushbu guruhdagi bemorlar qon bosimini tushiruvchi dorilarni darhol kechiktirmagan holda boshlashlari kerak bo'ladi. Agar qon bosimi 140 dan 160 gacha ko'tarilayotgan bo'lsa, unda xavf guruhiga e'tibor berish kerak. Agar o'rta va past guruhidagi bemorlar 3 oy davomida hayot tarzini o'zgartirishi kerak bo'ladi. Bu vaqtda qon bosimini tushiruvchi dorilar boshlanmaydi. Hayot tarzini o'zgartirish deganda nimani tushunamiz? Agar bemorda ortiqcha tana vazni, semizlik bo'layotgan bo'lsa, demak shu ortiqcha tana vaznini, semizlikni kamaytirishga qaratilgan harakatlar yoki bo'lmasa bemorda kam harakatlilik bo'ladigan bo'lsa, jismoniy faollikni oshirish, zararli odatlar, alkogol iste'mol qilish, sigaret chekish holatlari bo'ladigan bo'lsa, bulardan qutulish, ortiqcha ko'p miqdorda natriy xlor tuzlarini iste'molini cheklash ko'rsatkichlarida mana shu holatlarni hisobga olib kuzatib boriladi. Agar 3 oy ichida mana shu hayot tarzini o'zgartirgan holatda ham qon bosimi agar 140 dan yuqori saqlanayotgan bo'lsa, demak ushbu guruhdagi bemorlar ham qon bosimini tushiruvchi dorilarni ichishni boshlashlari kerak. 140 dan 160 gacha bo'lgan qon bosimida yurak qon tomir xavfi yuqori bo'ladigan bo'lsa, bular ham kutmasdan, kechiktirmasdan qon bosimini tushiruvchi dorilarni qabul qilish kerak. Uchinchi bir holat mavjud. Agar qon bosimi 130-140 gacha oshayotgan bemorlar ham, agar ular juda yuqori xavf, yurak qon tomir xavfiga kiradigan bo'lsa, ya'ni infarkt o'tkazgan, insult o'tkazgan, yurak koronar tomirlariga stent qo'yilgan, shunday holatlar bemor bo'ladigan bo'lsa, bular ham qon bosimini tushiruvchi dorilarni ichishi kerak bo'ladi. Ko'pchilik bemorlar qon bosimini tushiruvchi dorilarni faqatgina qon bosimi ko'tarilganda qabul qilishini, boshqa vaqtda ushbu dorilarni qabul qilmasliklarini aytishadi. Odatda qon bosimini ko'tarilishi ko'p holatlarda hech qanday belgilarsiz, simptomlarsiz kechadi. Biz qon bosimini yuqori ekanligini tasodifiy tekshiruvlarda yoki qon bosimini ko'rsatkichlarini haddan tashqari yuqoriga ko'tarilganda kuzatiladigan o'sha bosh og'rig'i, bosh aylanishi, quloqda shovqin, ushbu shikoyatlar bilan kelganda qon bosimini o'lchaganda yuqori ekanligini bilamiz. Hech qanday shikoyatlar bo'lmaganda, demak bemorlar qon bosimlarini o'lchatmaydi yoki dori vositalarini ichmaydi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotda qon bosimini tushiruvchi dorilarning asosiy vazifasi nafaqat qon bosimini normal holatlargacha tushirish, balki qon bosimini tebranishi hisobiga, ya'ni ko'tarilib tushishi hisobiga tomirlarning shikastlanishi, buning orqali nishon a'zolar, yuraklar, buyraklar, bosh miyada shikastlanishlarni oldini olishga qaratilgan bo'ladi. Biz o'zimiz bilmagan holatda qon bosimlarining oshib tushishi, ya'ni tebranishlari tomirlar va ichki a'zolar, nishon a'zolarining shikastlanishiga olib keladi. Shuning uchun yuqorida holatlarda aytib o'tilgan holatlarni hisobga olgan holda qon bosimini ichishga ko'rsatmalar bor deb topilganda ushbu dorilarni muntazam ichib yurish tavsiya etiladi. Qon bosimini tushirishda qaysi dorilar bilan boshlash muhim? Ko'pchilik holatlarda qon bosimini tushirishda bitta guruhga kiruvchi dorilar bilan boshlash yetarli bo'lmaydi. Kombinatsiyalangan, ya'ni 2 va undan ortiq qon bosimini tushiruvchi guruh dorilari bilan boshlash tavsiya etiladi. Nima uchun? Ko'pchilik 40 dan ortiq meta tahlillar shuni ko'rsatdiki, qon bosimini tushirishda 2 va undan ortiq guruhga mansub dorilarni kichik dozalarini qo'llash orqali bitta guruhga mansub dorining yuqori dozasini qo'llashdan ko'ra qon bosimini samaraliroq tushirganligi isbotlangan. Bu nima uchun? Chunki qon bosimini ko'tarilishiga olib kelayotgan yo'llarga turli guruh dorilari har xil ta'sir ko'rsatadi. Masalan, bitta yo'lni
bitta guruhga mansub dorilar bilan bloklaganda kompensator ravishda qon bosimini oshirishga olib keladigan ikkinchi yo'l faollashadi. 2 va undan ortiq guruh dorilarni qo'llaganda esa mana shu kompensator mexanizmlar hisobiga yo'llar faollashishi pasayadi va qon bosimi uzoq muddatli samarali tushirishga erishiladi. Shuning uchun hozirgi kunda, hozirgi zamonaviy tibbiyotda biz mavzuni boshida aytib o'tgan qon bosimini tushiruvchi dorilar tavsiya etiladigan holatlarda 2 va undan ortiq guruhga mansub kombinatsiyalangan dorilar bilan boshlash kerak bo'ladi. Qon bosimini tushiruvchi dorilarni qaysi vaqtda qabul qilish kerak? Ertalabki yoki kechqurun? Bu haqida o'tkazilgan meta tahlillar Harmony va Time tekshiruvlari shuni ko'rsatdiki, dorilarni kunduz kuni yoki kechqurun qabul qilish yurak qon tomirida kuzatiladigan xavflarni yoki asoratlarni baholash nuqtai nazaridan farq aniqlanmadi. Ya'ni dorilarni kunduz kuni ham kechqurun ham qabul qilish mumkin. Lekin dorilarni kunduz kuni buyurish bemorlar tomonidan ushbu dorilarni qabul qilish intizomiyligini oshirishi tekshiruvlarda aniqlangan. Shuningdek, tarkibida siydik haydovchi dorilar mavjud qon bosimini tushiradigan dorilar ham kunda birinchi yarmida berilgani ma'qul hisoblanadi. Qon bosimi ko'tariladigan bemorlar orasida taxminan 10-15% atrofida shunday bemorlar guruhi mavjud. Ular uzoq muddatli 3 va undan ortiq turdagi qon bosimini tushiruvchi dorilarni iste'mol qilishadi, lekin shunga qaramasdan qon bosimi ko'rsatkichlari yuqoriligicha qolaveradi. 140 dan baland, 170, 180, hattoki 200 mana shu holatlarda saqlanadi. Ushbu turdagi bemorlarda chuqur tekshiruv, tahlil qilish, to'g'ri strategiya va doimiy nazorat qilish zarur bo'ladi. Chunki aynan shu guruhdagi bemorlarda yurak qon tomir xavfi, asoratlari, infarkt, insult bo'lish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Tibbiyotda ushbu holatni ifodalaydigan rezistent arterial gipertenziya deb ataladigan termin mavjud. Bunda rezistent degani chidamli demak ma'noda ishlatiladi. Bu demak o'sha qon bosimini tushiruvchi dorilarga qon bosimini yuqoriligi turg'unligini ifodalashda ishlatiladi. Bunda birinchisi bemor 3 va undan ortiq qon bosimini tushiruvchi asosiy sinfga mansub dorilarni to'liq optimal dozada qabul qilayotgan bo'lishi kerak. Dorilar ichida albatta APF ingibitorlari, prillar nomi bilan mashhur o'sha enalapril, lisinopril, ramipril, fasinapril, perindapril tarkibli dorilar. Hozirgi aytayotgan dorilarni biz tarkibini aytyapmiz xolos. Amalda ushbu tarkibli turli xil nom bilan chiqadigan dorilar mavjud. Yoki prillar o'rniga angiotenzin 2 retseptorlari blokatorlari. Sartanlar nomi bilan mashhur lazartan, valsartan, telsartan, kandisartan, irbesartan, plus, masalan bu dorilarga plus qo'shimcha ravishda kalsiy antagonistlar, amlodipin, nifedipin, lerkanidipin tarkibli dorilar, nifikard, lerkamin, amlodipin ko'p ishlatamiz va yana uchinchisi diuretiklar bo'lishi kerak. Ya'ni tarsid, furosemid, indapamid, gidroxlortiazid bo'lishi kerak bo'ladi. Va qon bosimi ushbu dorilarni ichishga qaramasdan yuqori 140-90 mm smobustondan baland bo'ladi. Diagnozning ikkinchi bandi qon bosimini noregulyar, noadekvat nazorat qilinayotganligi DMAT va SMAT orqali tasdiqlanishi kerak. SMAT apparati demak taqib qo'yiladi, 1 sutka davomida baholanadi. Bunda sistolik qon bosimini butun sutka davomida 140 dan, diastolik qon bosimi ko'rsatkichlari 90 dan baland ekanligi aniqlanadi. Diagnozda 3-bandi pseudorezistentlikni inkor etish, ya'ni boshqa sabablarga ko'ra qon bosimini turg'un yuqori ko'rsatkichlarga sabab bo'layotganligini aniqlash. Bu holatga eng ko'p uchraydigan sabablar bemorlar tomonidan dorilarni o'z vaqtida qabul qilmaslik. 50% holatlarda qon bosimini turg'un yuqori bo'lishi, demak dorilarni vaqtida qabul qilmaslik bilan bog'liq ekan. Yana eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu dorilarni dozasini, miqdorini to'g'ri tanlamaslik orqali ham qon bosimi turg'un yuqoriga ko'tarilar ekan. Yana oq xalat sindromi degan holat mavjud. Bemorlar tibbiyot muassasalarida qon bosimini o'lchaganda doimiy baland chiqishi, uy sharoitida o'lchaganda esa qon bosimi normal ko'rsatkichlarda ekanligi mana shu ham sabab bo'lishi mumkin. Va yana bir eng ko'p uchraydigan sabablardan biri qon bosimini noto'g'ri o'lchash. Texnikasiga amal qilmaslik yoki kichik diametrli manchetalardan foydalanish ham qon bosimini noto'g'ri o'lchanishiga va ko'rsatkichlarni yuqori bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Rezistent
Gipertenziya rivojlanishiga olib keladigan faktorlar: ortiqcha tana vazni, semizlik, metabolik sindrom kuzatiladigan bemorlar, uyqu apnoesi degan holat mavjud. Ushbu holatlarda qandli diabeti bor kasallar, surunkali buyrak yetishmovchiligi, yirik arteriyalarda ateroskleroza, qattiqlashishi hisobiga kechadigan kasalliklar, ba'zi holatlarda qon bosimini ko'taradigan dorilar, yallig'lanishga qarshi dorilar, ba'zi gormon dorilari, depressiyaga qarshi ichiladigan dorilar, ba'zi kontraseptiv dorilar hisobiga alkogolni, tuzni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish ham mana shu rezistent gipertenziya rivojlanishiga olib keladi. Bundan tashqari, arterial gipertenziyaning ikkilamchi formalari, buyrak arteriyalari aterosklerotik stenozlari, birlamchi giperaldosteronizm, fiaxramastoma, Itsingo-Kushing sindromi, qalqonsimon bez kasalliklari, gipertireoz, gipotireoz, aorta koarktatsiyasi va yana bir qancha kasalliklar hisobiga qon bosimini turg'un, yuqori bo'lishiga olib keladigan faktorlar qatoriga kiradi. Ushbu toifadagi bemorlarni dorilarsiz va dorilar bilan davolash zarur bo'ladi. Dorilarsiz davolash bu hayot tarzini to'g'ri yo'lga qo'yish. Bunda ortiqcha miqdordagi tuzlar, natriy xlorni kunlik miqdorini 5 grammgacha kamaytirish, ortiqcha tana vazni va semizlikni bartaraf etishga qaratilgan harakatlar, jismoniy faollikni oshirish, haftasiga 150 daqiqadan ko'p jismoniy faollikda bo'lish, alkogolni cheklash, chekishni to'xtatish, uyqu gigiyenasi va stressni boshqarish. Bu choralarga amal qilinganda qon bosimini o'rtacha 10 mm dan 20 mm simab ustunigacha kamaytirishga erishish mumkin. Dorilar bilan davolashda 3 ta komponentli asosiy dorilar albatta bo'lishi kerak. Birinchi guruh dorilari bular prillar yoki sartanlar, yuqorida aytib o'tgan dorilarimiz. Ikkinchi dorilar antagonist kalsiy guruhiga kiruvchi mansub dorilar. Uchinchisi siydik haydovchi dorilar. Ushbu dorilarni qaysilarini qancha dozada tanlash bu kasallikni individual holatlarini hisobga olgan holatda yondosh kasalliklari, ushbu dorilarni oldin qabul qilgan qilmaganligi, yordam bergan bermaganligi kabi xususiyatlarni hisobga olish kerak bo'ladi. Mana shu 3 ta guruhga mansub dorilarni maksimal, optimal dozada qabul qilayotganda ham qon bosimi tushmaganda keyingi qo'shiladigan dori bu antagonist retseptor mineralokortikoid dorilar. Eng ko'p ishlatadigan o'sha virashpiron, espiro, ya'ni spironolakton, epleronon kabi tarkibli dorilar qo'shiladi. Zamonaviy klinik tavsiyalarda rezistent arterial gipertenziyada ushbu dorilarning samarali effekti qayd etilgan va davom etamiz. Spironolakton, epleronon kabi dorilar qo'shilganda ham qon bosimi yuqori holatda saqlanayotganda qo'shimcha variantlar, beta blokatorlar, bisoprolol, nebivolol, karvedilol, metoprolol kabi dorilarni yoki alfa-adrenoblokator, daksosazin tarkibli dorilar. Shuningdek, markaziy ta'sirga ega bo'lgan dorilar maksanidin, fiziotens, klonidin dorilari qo'shimcha qo'shib boriladi. Ushbu dorilarga qo'shimcha ravishda maxsus holatlarda, masalan, semizlik, ortiqcha tana vazni bo'lganda ushbu semizlikka qarshi dorilar yoki haddan ortiqcha semizlik bo'lganda bariatrik operatsiyalarni tahlil ko'rib chiqish yoki uyqu apnoesida kuzatiladigan rezistent arterial gipertenziyada spap terapiya, arterial gipertenziyani ikkilamchi shakllarida maxsus davolar. Rezistent gipertenziyada bemorlar kuchaytirilgan kuzatuv zarur bo'ladi. Qon bosimini doimiy uyda o'lchash, SMAT, DMAT bilan davriy nazorat, kaliy, mochevina, kreatinin, buyraklar koptokchilar filtratsiyasini baholash, yuraklar shikastlanish belgilari uchun tekshiruvlar, dorilarni qabul qilishga rioya darajalarini baholab borish kerak bo'ladi. Agar sizlarda ham qon bosimi bilan bog'liq savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozing. Ko'p uchraydigan, ko'p beriladigan savollar yuzasidan keyingi video materiallarimizni tayyorlab boramiz.